Bolam ovqat yemaydi deysiz, mana turklar nimalar qiladi bolalariga qarang. Suyakni qaynatasiz. Suvidan olasiz ozgina. Suvini soldingiz. Piyoz solasiz, kartoshka solasiz, pomidor, chesnok. Juda ham mazali sho'rva bo'ladi. Hech ovqat yemaydigan bola ham yeb tashlaydi. Sabzi solasiz. 2 ta sabzi, kabachki solasiz. 3 ta kabachki. Endi suvini solib qaynating. Keyin blender qilamiz. Mana qaynab chiqdi. Endi blender qilib ezib olamiz buni. O'g'lim ovqat yeyman deb janjal qilyapti. Shunaqa sho'rvalar qilib bering farzandingizga. Shunaqa zo'r bo'ladi, endi kosa yeydi. Siz o'ylaysizki, manti qilaman, somsa qilaman, bolam yeydi. Qanday yesin 2 yoshli, 3 yoshli bola? Shu sho'rvalardan qilib bering. Rosa vitaminli. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang. Bolajonlarimizga eng shifobaxsh sho'rva shu.